do'stlar, hammaga salom. Sizlar bilan Sarguzar ovchisi. Bugun Sirdaryo viloyatiga tashrif buyurdik. Mutni kanaliga. Hop, Mutni kanaliga oqib kiruvchi kanal bor. Mahalliy aholi Vanyuchka deb aytar ekan. Bir xillar 14-kilometr der ekan. Mana shunaqa joy kelgan joyimiz. Xohlasa natijalar bo'lsa albatta sizlar bilan baham ko'ramiz. Do'stlar, kanalimizni kuzatib boringlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. YouTube kanalini pastida silka bor, Instagram va Telegram, o'shanga kirib obuna bo'lib qo'yasizlar. Joylarni qanaqa xo'rakka chiqqani, qanaqa yemga chiqqanini o'sha gruppada gaplashamiz, lokatsiya va boshqa masalalar hammasi. Hammaga omad. Duoda bo'lib turasizlar do'stlar, xudo xolasa videomizni boshlaymiz. Do'stlar, urushga qol. Hozir chiqdi mana. Ko'zim ilingan ekan. Ko'zim ilingan emas, sal xayolga berilib qo'ygan ekan. Qo'rqib ketdi odam. Mana shunaqa. Xitalik qo'yganmiz. Montajim shunaqa edi, mana pastiga boshqacha bo'ylab qo'ydik. Tepasiga uribdi. Bilan Safar brat bo'ylas. Shunaqa, bilmam. Qancha chiqar ekan endi. O'zingga bos jonivor. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Soat nechi bo'ldi? Hop. Mutni kanal. Shunaqa gap do'stlar. Yana aloqaga chiqamiz, xudo xolasa. Hech shu zaparagan bo'ylasini ishlatmagandim bu. Kecha yo'limiz sho'ttaligi uchun uyga yaqinroq kirib olaylik dedik. Yemini oldik. Yemini ham ko'rsataman, asallik yem ekan.
Shunaqa yem. Ha do'stlar, hozirgina mana ushadi. Dostonjon. Mana Buni hozir Xudo xolasa birinchisini pishirib yeymiz, pechkaga tiqamiz. Davay, tozalab tashalaring. Ertalabki zavtrak. Suv bo'yida mana nonushta qilyapmiz. Havo bulut. Ozgina shamol bo'ldi ertalab. Hozir sal to'xtab qoldi. Hozir yomg'ir ko'rsatmagandi, bilmadim, hozir bir tomchilab o'tib ketdi, yengil. Lekin 13 dan 18 gacha yomg'ir ko'rsatyapti. Tog'li hududlarda baribir bu yerga ham ta'siri bo'ladi, ozgina bo'lsa ham. Ovga chiqadiganlar Inobatga olib qo'yadi shu narsani, bu baribir lekin 16-apreldan hamma joyda zapret.
Kanalda egasi qo'riqlab yuribdi. Kechqurun ukalarimiz shu baliqni qo'lga kiritishibdi. Yuqorida ko'rdinglar rasm videolarini. O'shani bugun nasibamiz ekan qovurib yeymiz. Yaxshilab chep. Shahzod ukam ikki marta soldi. Tamam ya. To'xtang, yaxshilab pishib olsin bir tomon. Yopiq qolmasin deyapman-da. Men bunday qolsam yopishmaydi-ku. Buyoq qovuraveradi. Yopishmaydi. Nesa? Hozir olaman bari jim tur. Shoq o'tirdan. Nolib ketgan. Bo'lib bosuvdi. Avnaqa. Orada do'konga chiqdik. Mayda juda kerak edi. Qaychda kichkina kanal bor ekan, shunga o'xshagan. Poplokchani olib, o'tirimiz yurmay qilib. Sherigada o'tiribdi. Qamish bozga ozgina bunaqa joy bor ekan. Chiroyli joy ekan, bir tushib ko'raylik nima bo'lar ekan deb o'tiribmiz. Ikkita karas oldik, kichkina. Kichkina emas, normal bo'ladi lekin. Poklevka bo'lib turibdi, mana shunaqa qilib. Yomon tortdi lekin. Ana qo'rqitdi. Ko'rding tortgan? Qo'y. Chiqar yaxshi bo'ldi, chiqargan. Kichkina edi o'zi.
Oddiygina obed Balg'ovda. Hammaga yoqimli ishtaha. Bo'ryapti o'xshaydi. Bo'shab ketdi yana. Ko'rish kerak aka, uni to'y. Ozgina urdi-yu. Bitta tars qildi, shu bilan bo'shab ketdi. Bor. Narsa bor o'xshaydi. Olib kel. Bor? Bor. Opa. Aytdim-ku, ipi tirs etib bo'shadi, shu bilan qilib qoldi. Bormi? Bor. Jonivor. Tirs etib ipi bo'shadi-da, bitta urdi, shu bilan jim bo'lib qoldi. Yonmiga qiroq qildi. Sekin sho'x. Chiqib ketib qolsa lekin bolasi. Bir umr keyin. Tagdan. Hop, jonivor. Jonivor. Живой поклевка. Ой, jonivor, bilan o'rab tashlabdan olarni. Safar akam o'ylasa ekan-da. Asal o'xshaydi, asal. Zafar akani mahallasini. Mahallam bolasida shunga tushyapti, u bilan ashyaga chekkan. Oy, jonivor. Hayotda chiqmasa kerak agar. Tars etib bitta urdi-da, shu bilan bu yoqqa qarab yurib keldi-da. Aytdim senlarga, o'tiribsan, ipi bo'shab ketdi dedim. Qara desam, bo'ylasam chiqib ketdi. Qo'yganimizga qancha bo'ldi? Yarim soatdan oshdi-da. O'zini kesib sadokka solish kerak, bo'lmasam sadokda turadi. Stozma deyapti. Do'stlar, mana bunaqa sazanchik. Bunaqalardan ko'p chiqyapti. Xudo xolasa. Yaxshi bo'ladi o'g'limiz. Zaparog'im bilan birga ovdamiz buni. Tortyaptimi Zaparog'? Hop. O. Sazanchik. Mayda bog'larni qo'yib yuboramiz. Chuvalchangga olyapmiz Zaparog'? Qizil chuvalchang. Bormi? Shu chiqar. Bu. Nima bu? Sekin shartta o'tdi. Charchat. Qamishni ichiga kirmasin. Menga qarab kelyaptimi? O. Yaxshi, sekin, shoshma. Egil, o'tirda sal doston. Qani. Yaxshi, молодец. Mana kech bo'lyapti. Biz baliq ovimiz ujin jarayoni. Mana. Gap yo'q. Ovchilar aka. Hoy. Sarguzasht ovchisi guruh a'zolari. Gap yo'q. Mana baliq ovimiz Ushlagan nimadan? gap yo'q. Kamida bir 4 kilolik sazan, xudo xolasa. Mana qip-qizil sazandik.
Oh, 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 oy. Mana olib qo'ying Zafarova. Oh, mana nima bo'ldi? Ey, deb muzika chaladi. Hali kinoda. Hamma narsa bor mana. Ha, Armandi kinosi. Ana shunaqa ekanda. Gap yo'q. Uni hidini qarang endi. Mana shunaqa joyda gashti borda. Rezultatlar bor. Mana mol go'shti o'xshayib turishini. Mana. Gap yo'q. Qilib pishyapti mana. Zafarova, Gap yo'q. ustoz Abdulaziz aka. Zapar akamni mana nima deydi, sharofatiga Munosabati bilan baliq va tovuq oyoqlaridan ajoyib. Yurpa, kelinglar ey. Bu kunlarga yetganlar bor, yetmaganlar bor. to'ppa-to'g'ri. 1900 nima deb o'zini 2025-yil. Xo'sh, 15-aprel. 14-aprel. Mana. Tak. Zapar og'am bir baloni boshladi yana. Hatsagam narada qolib ketdi endi Zapar og'a. Borib kelaymi? Ola olasizmi? Ehtiyot bo'ling, berik loy ekan. Qani. Bo'ylaga. Jonivor o'ynashini qarayman. Nima qo'ygansiz? Mute. O'zi bo'lay seni. Ovdagilarga omad. Gap yo'q. Jaydar sazan. Qarang, rangi boshqa ekan, tepalari qoramtir. Daryoni balig'i o'xshaydi. Unaqa o'tirmang, yelkasidan pastroq tushir. Вот молодцы. 800 gram bor, Давай. Zapar og'a. Bunaqa bugungi kun nimasi bo'yicha nima deya olasiz? Chiqdi baliqlar. Baliq bo'ladi, Allohga shukr. Uni tiqib oldimmi? Allohga shukr. Ja ko'p emas, 3 kub yegani bo'ladi. Pishirdik, yedik. Allohga shukr mana rizq nasibamizni oldik. Sekin Bo'ladi, Xudoga shukr. Sekin qaytyapmiz mana tabiat qo'ynida dam oldik. maza qildik, shashlik Suhbat qildik. qurdik. Ko'filarni ichib, Baliq qovurdik. bir kecha yotdik. Bugun ham qo'moqchi edik. Uyga ketkim kelib qoldi. Shuncha odam izlab yurgandi men. Sizlarni o'ylab qaytyapman dedi. Sizlarni o'ylab qaytyapman. Zapar akani bo'ylasini ishlatdik. 2-3 kun davomida. Ko'proq bunga, keyin chuvachanga bo'ldi. Suvda turishi yaxshi.
1 soat, 1,5 soat kamida turib beryapti. Undan oshig'i ham kerak emas. Bo'ylada o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Ertalabgacha turgan bo'ylar ish bermaydi. Bo'yla degan ozgina tutab, ozgina erib, ta'm, hid chiqarib, rang chiqarish kerak. Shuning uchun shunaqa. Keyin yem chiqargan ekan, Zafar Brat yemidan asallik va klubnikasini oldik. Yana bitta narsa eslatib o'tmoqchiman, mana Zafar akam shunaqa. Zafar Brat. Sirdaryo Guliston Zafar Brat. Bu asalligi edi. Mana bu klubnikaligi turibdi, mana qiziq. Chiqarishni boshlabdilar, kecha ishlatib ko'rdik, turishi ham zo'r, hidi zo'r, lekin hidi ancha o'tkir zo'r ekan. Shuning uchun tavsiya qilib qolamiz, reklama emas. Chunki o'zimiz ishlatdik. O'zimiz ishlatgan narsani sizlar bilan baham ko'ramiz. O'zimiz o'tirgan joyda ishlatgan narsalarimizni yashirmaymiz, bemalol sizlar bilan baham ko'ramiz. Hop, pastda Telegram kanal silkasi bor. O'shanga o'tib, barcha savollarga javoblaringizni olishlaringiz mumkin. Obuna bo'lmaganlar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Ko'rsatyapman videolarimiz obunasiz ko'rishyapti. Prosmotr ko'p, lekin obuna darajada obuna bo'lishlarini so'rab qolamiz. Sababi bizga u motivatsiya beradi. Yanada o'zimiz ustimizda ishlashimizda, yana ko'proq joylarga chiqishimizga, yangi joylarni izlab topishimizda bizga motivatsiya bo'ladi. Shu ko'rgan payt pastdagi tugmachani, obuna tugmachasini bosib qo'ysangiz, xursand bo'lamiz. Yana nimani aytib o'tmoqchiman? Ovimiz yakunlandi. Уже zapret boshlandi. Bugundan boshlab zapret vaqti chiqmasliklarini so'rab qolamiz. Chunki baliqlarni ham ko'payishiga, boshqasiga o'z hissamizni qo'shamiz. Keyin ekologiya xodimlari bilan tortishib, o'zingizni boshingizni og'ritganingizga arzimaydi. Shuning uchun xudo xohlasa sizlar bilan zapretdan keyin ko'rishamiz. Yana nima deb o'tmoqchiman? Havo birinchi kun kelganimizda paklovka bo'lmadi, faqat kechqurun bitta katta oldik. Ertasi kuni havo yog'ingarchilik bilan o'tdi. Bugun mana yana havo ochiq, xudo xohlasa. Bir kun urdi, bir kun urmadi. Mana shunaqa bo'ldi. Bir kun sust bo'ldi, bir kun yaxshi bo'ldi. Shunaqa gaplar do'stlar, mana narsalarni yechtirib uyga qaytishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa keyingi videolarimizni ko'rishib qolamiz. Obuna bo'lishni unutmang. Telegram kanalimiz, Instagram kanalimiz silkada turibdi, videoning tagida. O'tib o'sha yerda muhokama qilamiz. Sog' bo'ylar, omon bo'ylar, oila baroridan kelsin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha do'stlar.